Assalomu alaykum yurtdoshlar, kanal kuzatuvchilari. Bugungi lokasiyam Urganchda Urdinusning yonida yo'l bo'yida 7 etajli davomimizni 7-chi etajında bir xonamiz, 2 xonamiz uzatilgan podkluz holatda jihozlar bilan sotib olgan ekan. Sizlar bilan shuni birgalikda yurib tanishib boramiz. Etajga yetib keldik. Yurtdoshlar liftini ega domina e'tibor beramiz. Har etajda 3 xonadan bo'ladi. Do'rimizda 2 xonadan ko'rib chiqamiz. Podizlarimiz ham keng. Bismillah. Uyimiz podkluz holatda, yurtdoshlar e'tibor berib ko'rib tanishib boraveramiz. Girganimizda yurtdoshlar kuxnya joylashgan, spalniy zal, yan tarafimizda sanuzel, yanımızda yine giriş kısmı bo'ladi. Birinchi chetdan tushuntirib tanishtirib boramiz. Yaxshi bo'ylardan ishlangan uyimiz. Birimizda yine sanuzelga e'tibor beramiz. Polni kafedan chiqib turibdi. Aristollarimiz bor. Gaz u svetdan вообще muammo yo'q yurtdoshlar. Bemalol kelib ko'raverasizlar. Eshikimiz ham yine oq eshikdan qo'yilgan. Birimizda xonadonliklari, kir mashinani, gaz plitga hamma ustoviyasi bor. Birimizda spalniy joylashgan. E'tibor beramiz. Yarka bo'ylar bilan ishlangan, xatolarimiz motivi, natijnolardan urilgan, registrlar tashalgan, gaz suv svetdan muammo. Birimizda dukkontini katollarimiz ham o'rnatilgan. Og'a odamlar nasibasida qolamiz, yurtdoshlar bir manzarani ko'ramiz, e'tibor beringlar. Yo'l bo'yida joylashgan, bu yon tarafimizda Urdu institutimiz ham ko'rinib turibdi. Shu Sarizda Urdu institut bo'ladi. Kim ham ma'qul bo'lsa, xudo xolasa bemalol aloqa chiqinglar, kelib ko'rsatamiz yurtdoshlar, dokument. Общем muammo yo'q, 100% tayyor dokument. Adlaza o'tib beriladi. Bu yanımızda yine zal e'tibor beramiz. Zalimiz ham katta olib tushgan, общем gap yo'q, keng. 3 oyna tushgan. Registrlar tashalgan. Pataqlarimiz ham chiroyli uzatilgan, lyustramiz ham yaxshisidan qo'yib turibdi. Bu yanımızda yine trezorlarimiz ham bor. Yurtdoshlar shundan buni narxini yana olsak, narxi 450 million. Kim ham ma'qul bo'lsa ekranimizda berilgan nomerlarimizga chiqaverasizlar, sotib oladigan o'zim bemalol telefonga sotishda yordam beramiz. Niyat etgan yurtdoshlarimizni Alloh taolo yetirsin. E'tiborlar uchun rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.